السلام عليكم، مرحبا يا حبيبي، كيف الحال؟ أنا محمد، أستاذك في المحادثة باللغة العربية. هيا بنا. Bugungi videomizda sizlar bilan hol-ahvol so'rash haqida gaplashamiz. Demak, siz salomlashdingiz, endi uning ismini so'radingiz, o'zingizni ismingizni aytdingiz. Endi hol-ahvol so'rash qanday bo'ladi va unga javobi qanday bo'ladi? Xo'p, demak, ahvoling qanday bo'lsa, qanday so'zi kayfa. Kayfa qanday degani kayfa. Hol ahvol degani halun. Hal. Endi sening ahvoling bo'lsa haluka xuddi ismuka kabi haluka. Savolni to'liq jamlaydigan bo'lsak kayfa haluka. Kayfa haluka. Agar murojaat ayol kishiga bo'lsa ka emas balki ki deb murojaat qilamiz, xuddi ismuki kabi. Kayfa haluki. Demak, kayfa haluka muzakkarga nisbatan kayfa haluka ya Muhammad, kayfa haluki ya Fatima, kayfa haluka ya Zayd, kayfa haluki ya Aisha. Endi buni javobi qanaqa bo'ladi? Men yaxshiman, Allohga shukr. Men degani men degani yaxshi, bixayr ishlatiladi, chunki hol ahvollarni aytish uchun bixayr ishlatiladi. Boshqa so'zlar ham bor, lekin u hol ahvolga emas, balki sifat ma'nosida va boshqa ma'nolarda ishlatiladi. Aynan hol ahvolni aytish uchun bixayrin deb ishlatiladi. Ma'nosi men yaxshilik bilanman, men yaxshilik daman degan ma'noni bildiradi. Ana bixayr. Va yana ahvollar qanday deb ishlatsak ham bo'ladi. Misol uchun ahvoling emas, balki ahvollar qanday. Kayfa al-hal. Bixayr valhamdulillah. Kayfa al-hal? Bixayr valhamdulillah. Bu savolda muzakkarga ham muannasga ham bir xil ishlatamiz. Kayfa al-hal ya Muhammad? Bixayr valhamdulillah. Kayfa al-hal ya Khadija? بخير والحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما اسمك؟ اسمي محمد. ما اسمك؟ اسمي فاطمة. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله. مع السلامة، إلى اللقاء.